Ustoz mumkinmi? Ha, ke. Kiravering Eldor. Qani, kelinglar, o'tiringlar. Assalomu alaykum. Ke. Meni yaqin do'stim Eldor. Jobir Mavlonovich, siz haqingizda shogirdingizdan ko'p eshitganman. Tanishganimdan xursandman. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Hozir nima ish qilyapsiz? Ipak yo'li qo'shma korxonasida ishlayapman. Kim bo'lib? Ish boshqaruvchiman. Qancha vaqtdan beri? Ha, 3 yildan oshib qoldi. Ustoz. Necha yildan beri? 3 yildan oshdi. Men chiqib tura qolay ustoz. Bemalol gaplashib olinglar. Aytingchi. O'sha ishingizdan qancha daromad qilasiz? Buni so'rayotganimning sababi o'rtada katta farq bo'lishi mumkin. Bizda ishlab ketishingizga ko'zingiz yetadimi? Oldindan bir narsa deya olmayman. Lekin men o'z ishimga mas'uliyat bilan yondashaman. Shunaqa deng. Ha. Bu yaxshi. Deylik, sizni bizdagi daromad qoniqtirmadi. Masalan, olayotgan oyligingizni bizda yarmini olsangiz, o'shanda ham ishlayverasizmi? Meni birinchidan ish qiziqtiradi. Yolg'on gapirmang. Daromad ishdan ko'ra muhimroq. To'g'ri, lekin o'sha daromad ishlab topiladi. Shuning uchun ham men ishni muhim deb bilaman. Ha, ko'p o'qigan ko'rinasiz. Gapingiz rost. Lekin bilasizmi, men sizdan nima uchun qoniqmayapman? Birinchidan, haddan tashqari erkinsiz. Sizga o'xshaganlar istagan paytda qovun chirishi mumkin. Ikkinchidan, ichingizdagini zarurat yo'q paytda ham bekityapsiz. Menga yaxshi ko'rinishga ko'p urinmang. Kechirasiz. Sizga yaxshi ko'rinish xayolimga ham kelgani yo'q. Gapni cho'zmaymiz. Sizga 2 hafta muhlat. Firmamizni muammolarini ham, imkoniyatlarini ham o'rganib chiqing. Takliflaringiz bilan kirarsiz. Agar sizda chindan ham bizda ishlash ishtiyoqi bo'lsa, birga ishlaymiz. Bo'pti, sizga ruxsat. Rahmat.
Malika, sen endi 16 yashar qiz emassan. Hamma narsa ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Nima uchun tushunishni xohlamayapsan? Nazarimda sen meni tushunishni xohlamayapsan. Men noto'g'ri maslahat beryapmanmi? Gulchiroyning ichidagini bilganingda edi. Fikrimga qo'shilgan bo'larding. U mendan nafratlanyapti. Bugun bilmasa ertaga baribir biladi. Eng muhimi Eldor juda ham yaxshi yigit. Sen uni yoqtirib qolgansan. Agar yoqtirmaganingda edi, tegmayman deyarding, qo'yarding. Har qalay iztirob chekib o'tirmasdingda uni yoqtirasan, shundaymi? Ba'zi yigitlar hayotlarida faqat bir marta sevadi. Men Eldorni anchadan beri bilaman. U seni sevib qolgan. Seni vokzalda ko'rgan kunidayoq sevib qolgan. U erkatoy yigitlardan emas. Unga ishon. Gulchiroy haqida o'ylab o'tirma. U o'zini baxtini topadi, ketadi. O'sha kuni Gulchiroyni ko'rib qolganimga pushaymonman. Agar u asl baxtim bo'lganda edi, Xudo bizni boshqa joyda uchrashtirgan bo'lardi. Nega biz aynan o'sha kuni uchrashdik? Sen taqdirga tadbir yasama. Tezroq bitta xulosaga kel. Men rozi bo'lmasam, do'sting Gulchiroyga uylanadi. Nima qilaman oralariga tushib? Malika, to'g'risi sen ezmalik qilyapsan. Aytyapman-ku, u sendan boshqasiga uylanmaydi. Meni ko'ndirish uchun shunday deyapti. Sevganiga yeta olmaganlar o'lib qolmagan. Boshqasiga uylangan, qo'ygan. Men baribir rozi bo'lmayman. Seni jo'natibdimi? Endi xizmat bo'lsa ham borib ayt. Menga bunaqa baxtning keragi yo'q. Shunday deb uni sinab ko'rmoqchisan. To'g'rimi? Sinamoqchi emasman. Iltimos, menga azob bermagin. Baribir ko'nmayman. Ovora bo'lmasin. Men birovni qarg'ishini olishni xohlamayman. Sen birov qarg'aydigan ish qilayotganing yo'q. O'zim eshitdim. Oyisi menga ataylab eshittirib aytdi. Qo'shnilarning sovchilarni yo'ldan uradigan darajada ersirab qolganmishman. Menga shunday deb tuhmat qildi. Bo'ldi. Xafa bo'lma. Xafa bo'lma. Men hozir institutga boraman. Agar Eldor kelsa, unga Iltimos, hech narsa dema. Mayli, hech narsa demayman. Lekin o'ylab ko'r. Xo'pmi? Dilshod aka, mumkinmi? Keling. Nima gap? Siz Eldorni suhbatga olib kirib yaxshi ish qilmadingiz. Meni muhokama qilishni tog'angiz buyurdilarmi? Iltimos, sizdan tog'amni aralashtirmang. Nargiza, keyingi paytlarda sizni Jobir Mavlonovichsiz tasavvur qila olmayapman. Ustoz hozir ham yoningizda turganga o'xshaydi. Oldimga kirsangiz, u kishi ko'zimga ko'rinaveradilar. Nima qilay? Kesatmang. Kesatmadim, to'g'risini aytyapman. Ishimga aralashyapti deb o'ylayapsiz. Lekin men tog'amni qanaqaligini bilganim uchun ham sizni ogohlantirgandim. Tog'angiz olsa, ishimni oladi. Dilshod aka, tog'amni qanday odamligini siz yaxshi bilmaysiz. Xo'sh, tog'angizni menda qanaqa xusumati bo'lishi mumkin? Bu savolni o'zingizga berib ko'ring. Menimcha, siz bilan ishlashni xohlamaganim uchun, shundaymi? Tog'angiz meni latta chaynar deb o'ylayapti shekilli. Indamasam shaxsiy hayotimga ham aralashyaptilar. Lekin men ustozimni hurmat qilaman. U kishi bo'lsa, U kishi sizni shaxsiy hayotingizga aralashayotgani yo'q. Bu yerda boshqa gap bor. Agar sizga bir gap bo'lsa, men o'zimni hech ham kechira olmayman. tog'angizni sirni ochishga shoshilmang. Nima gapligi? Shaxsan meni qiziqtirmaydi. Jobir Mavlonovich, yo'q demasligimni bila turib, loaqal insof yuzasidan ogohlantirib ham o'tirmadilar. Meni siz bilan ishlashga majbur qildilar. Bu ham yetmaganda sizning lavozimingizni oshirdilar. To'g'ri, men ustozga hech narsa deya olmayman. Istasalar, bola-chaqalarini olib kelib birga ishlasinlar. Lekin meni oyoq osti qilishlariga yo'l qo'ymayman. Dilshod aka,
Tog'am biznikiga borsalar nuqul sizni gapiradilar. Ishoning, ular sizni shaxsiy hayotingizga aralashmoqchi emas. Bor yo'g'i birga ishlashimizni xohlayaptilar. Men xohlamayman. Nima qilishim kerak? Borib, tog'amdan kechirim so'rasangiz yomon bo'lmasdi. Nima? Kechirim so'rash? Dilshod aka, meni to'g'ri tushuning. Yaxshisi, sizni to'g'ri tushunadigan biror rahbar toping o'zingizga. Nimaga hadeb menga rahbarligingizni pesh qilasiz? Nargiza. Har qalay bu kursini egasi hozircha menman. Shunday ekan men aytganim bo'ladi. Boshqa gapingiz yo'qmi? Yo'q. Unda sizga ruxsat. Assalomu alaykum. Keldingmi? Qayerda yuribsan? O'rtog'imni ko'rib kelyapman. Qaysi o'rtog'ingni? Haligi Zayniddinni. Sen Zarifani oldiga borgansan. Ne yolg'on gapirasan? Yolg'on gapirganim yo'q. Yana aldayapsan. 10 kun o'tar o'tmas oldinga solib olib kelasan demaganmidim? Meni bilmaydi deb o'yladim, ha? Tarki odat amri mahol. Qani Zarifa? Oy, axir aytyapman-ku, men vodiylik o'rtog'imni ko'rib kelyapman. Shunaqa de. Kalit qani? Qayerdaligini siz bilasiz. Men bilmayman, qayerdan bilay. Bilganim uchun so'rayapman-da. Qani kalit? Oyi, bilaman deysiz-ku, yana mendan so'raysiz, ha? Sen hali onangga yolg'on gapiradigan bo'ldingmi, ha? Oyi, ana mehmonxonadagi servantda turgan bo'lsa kerak. Nimaga bo'lmasa bilmayman deysan? Esimdan chiqibdi-da, oyi. Seni qarayu. Bittasi qani? Men uni tortmaga qo'ygan edim. Sen olib servantga qo'yibsan. Bilmaydi deb o'yladim, ha? Bu yerda 3 dona edi. Qani bittasi? Oyi, men sizga yosh bolamanmi? Arzimagan narsa uchun buncha so'roq qilasiz. Uy ham, kalit ham seniki. Menga keragi yo'q. Lekin meni aldama. Xotiningni olib keldingmi? O'g'ir mushuday o'sha uyda yashamoqchimi, a? Kim aytdi sizga? Meni bir oyog'im yerda, bir oyog'im go'rda. Sen hali bolasan. Oynaga qarab ko'rgan narsangni men g'ishga qarab bilaman. Bildingmi? To'g'risini ayt, olib keldingmi? Yo'q. Endi o'zingdan ko'r. Voy, yo'q, gulday yigitni Malika yo'ldan urib o'tiribdi aynitib. Uying kuygur bu qiz. Kelib, qizimga og'iz solgan yigitga o'zini ko'rsatadimi ya? Ikkalasini o'rtasiga siqilib kirgan. Balo bormidi unga? Uni kim chaqirgan ekan? Orqasidan tushib o'tirgan kafesiga shunday pildirab siqilib kirib borganda bu. Ha, nimaga javobini berishmagan? Malikaning niyatini bilib ularni 7 uxlab tushiga kirmagan. Ha, mana endi o'zi tegmoqchi. Kafeda nima qilib bo'lsa ham o'sha yigitga ko'zini suzishga ulgurganda yashamagur. Kecha ikki topoqqa uylarga kirib ketdi. Ha, sovchilar bo'lsa kerak. Shunaqa deng. Ha, bu dog'uli qiz o'lgur shunday yigitni, gulday yigitni yo'ldan urib o'tiribdi. sizlarga yomonlik qilgan bo'lsa, Xudodan topishadi. Dadasini parvoyiga ham kelmaydi. Kuyovizga ozgina qarz kerak bo'lib qoldi. Qancha? 1 millioncha yetadi. 2 haftada qaytarib beramiz. Voy, pul bor. Xo'jayiningiz indamasmikinlar? Ularchi, uyda pul bo'lsa qo'shnilardan hech narsani ayamaydilar. Pul bor qo'shnijon. Rahmat. Voy, katta rahmat, baraka toping. Hozir olib chiqib beraman.
Labbay Dilshod. Eldor, yaxshimisan? Rahmat. O'zing tuzukmisan? Jobir Mavlonovich bilan suhbat qanday o'tdi? Hayronman. Suhbatdan o'tolmadim shekilli. Nega? Dilshod, sen ustozingni hali ham yaxshi bilmas ekansan. Takliflaring ma'qul bo'lsa oladi. Nega olmas ekan? Mana ko'rasan. Qachon kelasan? Ertaga ko'rishamiz. Bo'pti unda. Ko'rishguncha. Hay. Munisa. Salom. Nega Munisa. keldingiz? Men sizdan nafratlanaman. Nafrat ham sevgidan tug'iladi, Munis. Ko'zimga ko'rinmang. Men sizdan hazar qilaman. Munis, men esa seni sevaman. Maqsadim uni sendan aynitish edi. To'g'ri tushun. Men sensiz yasholmayman, Munisa. Munisa. Mendan o'tgan bo'lsa kechir. Hammasini o'zim uchun qildim. Sensiz menga hayot tatimaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, o'tiring. Hozir bosh shifokor qo'ng'iroq qildi. Arizangizni qaytarib olarkansiz. Yotig'i bilan aytish menga noqulay bo'ldi. Tushunaman, lekin eringizdan oldin biz ruxsat berishimiz kerak. Sizga kim javob berdi? Men ishimni yaxshi ko'raman. Zarifaxon, 20 yillab farzand kutganlar bor. Sizga aytib berganman. Qo'shnimiz 17 yil deganda bolali bo'ldi. 17 yil ichida atiga bir marta bo'lsa ham arazlab ketmagan. Qaynonasi bo'lmagandirdi. Gap qaynonada emas. Gap sabrda. Ammo qaynonam birga yashashimizni hech ham istamaydilar. Sabr qiling. Muhimi, Niyoz sizni qadrlaydi. Siz ketgan kuni oldimga keldi. Arizasiga qo'l qo'ydirmang, olib kelaman deb va'da berdi. Men baribir qo'l qo'ydirmasdim. Indamay ketganingiz uchun sizdan xafa bo'ldim. Ziyoda opa, meni kechiring. Boshqa ilojini topolmadim. Bo'pti, buni unutamiz. Ishni davom ettiring. Boshqa takrorlanmasin. Xo'p, uzr. Hamshira, 5-palatadagi bemorni mazasi bo'lmayotgan ekan. Og'riq qoldiruvchi ukol qiling. Xo'p. Endi u eshikka qaytib sovchi jo'natmayman. Ha, bermaymiz desa ham oyog'iga yiqilaveraymi? Kutaylik choyi. Voy bolam, tosh otsang qizlarni boshiga tushadi. Qiz bermaydiganlarni eshigida menga nima bor, a? Senga boshqa qiz qurib ketdimi? O'sha Tannozdan ortig'ini topib beraman. Nima? Seni kam joying bormidiki, o'shanga yalinsam? Voy, men do'st dushmandan uyalaman. Xo'p, ixtiyoringiz. O'sha qizni nimasi yoqib qoldi senga, a? Bilmadim-da, oyijon, bilmadim. Mayli. Sen uchun yana jo'nataman. Agar ko'nmasa, mendan xafa bo'lmaysan. Ishni cho'zib o'tirmasdan topganimga uylanasan. Xo'p, oyijon. Faqat hozir emas. O'zim aytaman. Endi seni kutamanmi? Ha, o'zim ham kutyapman, oyi, nima qilay? Voy, bolam-ey. Qalay, zo'rmi? Ha, zo'r. Bitta o'yning. Yo, to'xtab tur. Beroqo, jim tur. Menga ham ko'chirib berasanmi? Ha, mayli, ko'chirib beraman. Uyingda o'ynaysanmi? Ha, ha. Hajab yerilib, kompyuter ichiga kirib ketmagan ukam. Nega? Hacker bo'lsam yaxshi emasmi, aka? Iye.
Sen futbolist bo'lasanmi, hakermi? Yoki millionermi? Akajon, agar shu ikkalasi bo'lsam, men aniq millioner bo'laman. O'shanda siz boyvachcha bo'lasiz, chunki siz millioner akasi bo'lasiz. Voy Zumrasha, senga gap ham topib bo'lmaydi o'zi. Shohrux, Assalomu alaykum dadajon. qalaysan? Yaxshi. Nimaga uydasan? Oyim ko'chaga chiqarmayaptilar. To'polon qildingmi? Yo'q. Unda bor, o'ynab kela qol. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Kayfiyating yo'q. Oyimni o'ylayapman. Siqilma. Biron chorasi topilar. Oyingni qidirishyapti. Mazalari yo'q edi. Kasallari xuruj qilgan bo'lsa kerak, bo'lmasa oyim o'zidan o'zi ketib qolmasdilar. Kim biladi deysan? Alo? Opa, men Dilshodman. Kelyapsizlarmi? Ha, Dilshod. Ukalaringni ovqatlantirib olay, pochchang bilan boramiz. Tezroq keling. Soat 2da dadamni operatsiyaga olib kirishadi. Ertaga deyishgandi-ku. Ertagacha kutishning iloji yo'q ekan. Hozir yetib boramiz. Dadasi? Sizga mumkin emas. Ha, oyi. Yo'l bo'lsin. Domdan xabar olib kelay. Men yaqinda borib keldim, nima qilasiz bora bo'lib? Bilasan-ku. Agar ko'zim bilan ko'rmasam, ko'nglim tinchimaydi. Boraychi. Oyi, bunaqa odatingiz yo'q edi-ku. Nimaga menga ishonmaysiz? Ko'p gapirma. Agar bugun ulgurmasam, ertaga qaytaman. Xavotir olma. Voy, xudoyim. Xola. Ha. Xolang o'rgilsin. Nima deysan, qizim? Shu kecha yana bosinqirab chiqding. Biroz mizg'ib olsin deb indamadim. Holing o'zgarib qoldi, bolam. Ancha mazang yo'q. Seni doktorga ko'rsatmasak bo'lmaydi shekilli. Xola, kuyovingiz har kuni tushimga kirib chiqyapti. O'ylayotganingdan bo'lsa kerak-da. Yana bilmadim. Ha? Biron gap bo'lganmikin deb qo'rqyapman. Qaytasanmi? Yo'q. Bolam. Aqli edi, mayib edi, erimidi.
o'nqiridi, cho'nqiridi, uyim edi degan. Borganing tuzukmikina, nima deysan? Mayli. Mayli qizim, mayli, qo'y. Mana shu yerda zerikkaningcha yasha. Yaxshi bo'lib qolganingdan keyin o'zim olib borib qo'yaman. Ungacha ering ham eskirib qolar. Yaxshi bo'ladi bolam. Bor. Damingni ol qizim. Damingni olaver. Bora qol. Ey Xudoyim. Bismillah. Bemorni akasimi, ukasimi bormi? Siz kimni bo'lasiz? Men do'stiman. Ha. Sizchi? Men yaqin do'stiman. O'g'illari bormi? Tinchlikmi, doktor? Menman. Mumkinmi sizni? Mendan xafa bo'lmang. Sizga ochig'ini aytyapman. Dadangiz operatsiyadan chiqdi. Lekin ahvoli og'ir. Yashab ketishini Xudo biladi. Doktor, iltimos. Kutamiz. Umid qilish mumkinmi, yo'qmi? Bugun erta yana ham oydinlashadi. Dilshod, bolam, siqilma. Nima bo'ldi? Ahvollari yaxshi emas ekan. Xavotir olma, Xudo xohlasa tuzalib ketadi. Bugun erta ma'lum bo'lar ekan. Hozir ahvollari juda ham og'ir ekan. Voy Xudoyim. Dardini bergan shifosini ham beradi. Bardam bo'l. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biror yangilik bormi? Hozircha yo'q. Qachongacha kutamiz? Men bilmayman. Buni bo'lim boshlig'i biladi. Ular tushlikdan keyin kelishadi. Rahmat. Alo Dilshod. Amakim yaxshimilar? Ahvollari og'ir. Ha, aytgancha, hujjatlarni ertaga olib kelarsan. Hujjatlar uchun qo'ng'iroq qilayotganim yo'q. Hali oxirgacha tayyor bo'lmadi. Men ham shifoxonaga bormoqchi edim. Qachon chiqasan? Ozroq ishlarim bor. Unda amakimdan o'zim xabar olaman. Ovora bo'lib borib o'tirma. Nimaga? Baribir kirgizishmaydi. Borib ko'raychi. Bir gap bo'lar. Ha, bo'pti, men ham boraman hozir. Mayli. Ko'rishguncha. Xo'p.
o'zgarish bor. Mabodo hushini yo'qotsa, qaytib o'ziga kelmasligi mumkin. Bezovta qilmaganimiz ma'qul. Hech bo'lmasa ertagacha sabr qiling. Doktor, siz ko'p bemorlarni davolagansiz. Nima deysiz? Yashab ketarmikinlar? To'g'risi, bir narsa deyishim qiyin. Masalan, hali men bunaqasini ko'rmaganman. Dadangiz operatsiyadan keyin biz umuman kutmagan holatga tushdilar. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Balki yashab ketar, balki men bir narsa deya olmayman. Doktor, iltimos sizdan. Qo'lingizdan kelgancha yordam bering. 2 oy oldin bir kishining akasi xuddi sizga o'xshab mendan aniq bir javob kutdi. Yashab ketishiga ishonch bildirdim. O'z-o'zidan emas albatta. Tajribamdan kelgan holda tushuntirdim. Lekin bemorni kuni bitgan ekan. Akasi meni xonamda men bilan qirpichoq bo'ldi. Xudo saqlasin. Bu gap sizga tegishli emas. Lekin o'sha voqea menga saboq bo'ldi, uka. Ha. Sizni ham tushunaman. Tushunganingiz uchun rahmat. Ba'zilar esa tushunishmaydi. Endi bir narsani aytib qo'yay. Hech qaysi jarroh operatsiya stolida yotgan kasalni o'lishini istamaydi. Hech qachon. Balki boshqalar istashi mumkindir, lekin jarroh emas. Mayli unda. Men yana ertaga kelaman. Yaxshi boring. Xo'p. Kechirasiz. Bu yerda turish mumkin emas. Uzr. Uzr. Dilshod, rosa harakat qildim. Baribir kiritishmadi. Nachora, iloji yo'q ekan. Yur ketdik. Dilshod, men yana bir narsaga tushunmay qoldim. Nimaga? Senga shuncha yalinib yolvordim. Natijasi bo'lmadi. Nega endi to'satdan rozi bo'lganiga hayron qolyapman. Balki menga va'da bermasdan o'zi qaror qabul qilgandir. Boshqasini bilmayman. Yura qol. Xo'sh, gaplashdinglarmi? Ha, biror narsa deyishim qiyin. Lekin menimcha sen ham unga yoqqansan. Faqat ishni xom qilibsan, endi esa uni vijdoni qiynalyapti. Agar bu gap 1 yildan keyin chiqqanda ham malikalarning qo'shnisi baribir noto'g'ri tushunardi. Bitta yo'li bor. Xo'sh, Gulchiroyni turmushga chiqishini kutasan. yo'q. Bu qiyin masala.
Nima kutishdan qo'rqyapsanmi? Birinchidan, Gulchiroy qachon turmushga chiqishini bilmayman. Balki 2 oydan keyin chiqar, balki 2 yildan keyin, balki umuman chiqmas. Ikkinchidan, Malika meni kutib o'tirarmikin? Boshqasiga tegib ketsa nima bo'ladi? Balki Malika seni kutar. Bu yoqda oyimni toqati toq bo'lgan. Oyingga ham tushuntir. Tushuntirdim. Tushunganlar uchun ham sabr qilib o'tiribdilar. Sen yana bir gaplashib ko'r. Mayli. Lekin o'zing gaplashsang yaxshi bo'lardi. Senga aytdim-ku. Hech qachon qiz bolani oldida bunchalik bu qadar noqulay vaziyatga tushmaganman. O'zimni tutishga qanchalik urinmay, baribir gapim chalkashib ketyapti. Xohlagan bir qizingni ko'rsatishing mumkin. Tap tortmasdan boshini qotiraveraman. Lekin gap Malikaga kelganda tilim aylanmay qolyapti. Demak, uni sevib qolganing rost.